canım. Anası var odamlar hech qachon qaramaydi. Ey ona, mehribon ona, mehribon ona. Kech kelsam meni kutgan, sog'inib g'amlar yutgan. Kech kelsam meni kutgan, sog'inib g'amlar yutgan. Ko'ksiga boshim qo'ysam, darrov g'amin unutgan. Ko'ksiga boshim qo'ysam, darrov g'amin unutgan. Onajon kulib yursang, qayg'udan yiroq yursang, ko'nglim qo'shiq istaydi, yurak qayg'u bilmaydi. Onasi bor odamlar hech qachon qarimaydi. Ko'nglim qo'shiq istaydi, yurak qayg'u bilmaydi. Onasi bor odamlar hech qachon qarimaydi. Koshanam o'zing deyman, yagonam o'zing deyman. Koshanam o'zing deyman, yagonam o'zing deyman. Atrofimda har kuni parvonam o'zing deyman. Atrofimda har kuni parvonam o'zing deyman. Onajon kulib yursang, qayg'udan yiroq yursang, ko'nglim qo'shiq istaydi, yurak qayg'u bilmaydi. Onasi bor odamlar hech qachon qarimaydi. Ko'nglim qo'shiq istaydi, yurak qayg'u bilmaydi. Onasi bor odamlar hech qachon qarimaydi. Onasi bor odamlar hech qachon qarimaydi. Tarona.net Show biznes olami. Oramizda onasi yo'q inson qancha, hayotining ma'nosi yo'q inson qancha.
Oramizda onasi yo'q inson qancha, hayotining ma'nosi yo'q inson qancha. Davlatimsiz hatto xasta holingizcha, shukr deyman boringizga shukr ona. Shukr deyman boringizga shukr ona. İstasangiz qo'lingizga tayoq bo'lay, oyog'ingiz o'rniga men oyoq bo'lay. Yo'lingizni yoritguvchi chiroq bo'lay. Shukr deyman boringizga shukr ona. Shukr deyman boringizga shukr ona. Duo qiling, duoingiz kerak menga. Baxsh etingiz hayot va pok yurak menga. Achinmaydi o'zingizdan bo'lak menga. Shukr deyman boringizga shukr ona. Shukr deyman boringizga shukr ona. Siz tufayli birovdan kam bo'lmay o'sdim. Shu yoshgacha zarra alam ko'rmay o'sdim. Assalomu alaykum. Ushbu fayzli oqshomimizga, fayzli dargohimizga o'zlarining qimmatli bo'lgan vaqtlardan emasdan uzoq va yaqindan tashrif buyurgan hurmatli muhtarama xonimlar hamda janoblar, barchalaringizga bir ovoz bilan xush kelibsizlar deymiz aziz mehmonlar. Albatta hammalaringizni mana shunday yaxshilik kunlarda, ajoyib unutilmas shodiyona tantanalarda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Albatta mana shunday chiroyli dasturxonlarni yozib elu xalqimizga bir-biridan ajoyib to'ylarni qilib berayotgan aziz oila boshlarimizga, hurmatli to'y boshlarimizga ham to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Qolaversa mana shunday ajoyib to'ylari bo'layotgan, sunnat to'ylari bo'layotgan hurmatli to'y bolamiz Maqsadjon janoblariga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Albatta niyat qilamiz ota-onalari o'ylab yetgandek albatta bir yurtimizga naf tegadigan bir buyuk insonlar bo'lishlarini tilab qolamiz aziz mehmonlar. Barchalaringizga stol atrofidagi nozik ne'matlarga chiroyli yoqimli shahar tilaymiz. Qolaversa mana o'zbegimizning milliy taomlari bilan navbatma-navbat to'ldirib borilmoqda. Albatta chiroyli yoqimli ishtaha, ajoyib kayfiyatlar hamroh bo'lsin deymiz. Siz aziz va hurmatli mehmonlarimizga xush kelibsizlar deya tantanamizni rasman ochiqda e'lon qilish uchun badiiy maydonchamiz markaziga hurmatli aziz duogo'ylarimiz, hurmatli aziz oila boshlar, hurmatli buvijonlarimiz borlar, to'y boshlarimizning talab va istaklarini inobatga olgan holda badiiy maydonchamiz markaziga oqshomimizda sizlar birinchi badiiy qismini o'zlarining ajoyib samimiy tilaklari bilan boshlab berish uchun hurmatli buvijonlarimiz nomidan Sharifaxon, Karomatxon buvijonlarimizni, onajonlarimizni lutfan chorlasaydi, onajonlarimizdan ajoyib samimiy tilaklarni birga duo qilib olamiz. Ana undan keyin Xudo tarafdan tashrif buyurgan mana aziz mehmonlarimiz bilan oqshomimizni birgalikda davom ettiramiz. Mana davramizda hurmatli to'y bolamizni sinfdoshlari, qolaversa ustozlari ham tashrif buyurganlar. Barcha aziz mehmonlarimizga navbatlarimiz borlar. Bunga qadar ismlari aytilib o'tirgan hurmatli duogo'y onajonlarimiz, xonadon ustunlari, sulola boshlari, oila boshlarimizdan
tilaklarini birgalikda guvohi bo'lamiz. Ismlari aytilib o'tilgan hurmatli aziz onajonlarimizni davramiz markaziga lutfan chorlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu to'yxonaga yig'ilgan qarindoshlar, singillarim, qizlarim, jiyanlarim, xush kelibsizlar. Mana shu shoyonamizning sababchisi bo'lgan Maqsadjonimiz to'ybola katta yigit bo'lsin. El yurtimizga xizmat qiladigan katta yigit bo'lsin, o'qimishli bo'lsin. Katta bo'lganda mana bu Captivalarda bizlarni savob aylantirib yursin. Xush kelibsizlar. Hammalaring oddilaringga qo'yilgan oz bo'lsa-da ovqatlarimizni tanovul qilishlaringizni so'raymiz. Xizmat qiladiganlarga ham katta rahmat, san'atkorlarga ham katta rahmat. Assalomu alaykum. Qarindoshlar, hammalarning xush kelibsizlar. davom etar ekanmiz. Hozirgi navbatimizda esa xonadon qudalari, albatta xudo bobomiz, xudo onamiz bilan birgalikda taklif qilishimizni iltimos qilishganlar. Shundoq ekan, bizni tinglayotgan bo'lsalar esingizlar, davramiz markaziga hurmatli xudo bobomiz musulmon qilaka, Xolidaxon onamiz bilan birgalikda davramizga chorlaymiz. Xonadon qudalaridan ajoyib samimiy laylarni birga guvohi bo'lamiz. Davramiz markazida hurmatli xonadon qudalari. Avvalambor assalomu alaykum bizga yaqindan kelgan aziz muhabbat aka va opa-singillar. Avvalom hammalarga xush kelsin. Yaxshi Maqsadjonga umr uzoq bo'lsin, dunyoqasi yo'ldosh bo'lsin. Islohimiz vatanimizga mahmat qilib xizmat qilgan yigit bo'lsin. Umr uzoq. Mana Sharif opamga umr uzoq bo'lsin. Shu yo'llarimizni bor, qo'llarimizga shukr, hammamizni baxtimizga sog' salomat bo'lsin. Hammalaring oldinga qo'ygan noz ne'matlarni o'qib o'tirishdan so'rayman. Hammalaring xush kelibsizlar.
alaykum hurmatli hammadan mehmonlar, kelibdilar, odamlar, mahalladoshlar, hammadan kelibdilar. Mana bugun yevaram maqsadimda yevaramga katta rahmat tilayman. Doimo yerga badalda xizmat qiladigan bola bo'lib yetsin. Xudoga ham rahmat, sizlarni mana to'ylarda qilyapti. Xudo xohlasa nikoh so'radi ham yonimda tursin. Bo'pti, rahmat, hammalarga. Bize hayırlaşmayın, aynı muradındayım. Lakin bana canımı saçlarına boyayayım. Bize hayırlaşmayın, aynı muradındayım. Lakin bana canımı saçlarına boyayayım. Boshlarimizni badiiy maydonchamiz markaziga lutfan jonlasaydi, o'zlarining ajoyib samimiy taglari bilan farzandlarini qutlab hamda oilani, sulolani hurmat qilib tashrif buyurgan
barcha aziz mehmonlarimizga xush kelibsizlar deya tantanamizni birgalikda davom ettirib beradilar. Kelinglar. Davramizda hurmatli to'yboshlarimiz, marhamat. Xurshidbek aka Hayoton jinoyimiz bilan birgalikda kelasiz. Hurmatli to'yboshlarimiz albatta o'zlarining ajoyib samimiy medlaylar bilan oqshomimizni birgalikda davom ettirib beradilar. Davramizda hurmatli aziz oila boshlig'imiz. Assalomu alaykum. Uzoqdan kelgan mehmonlarimiz bilan xush kelibsizlar bizning xonadonimizga. Mening o'g'lim Maqsadjon iloyim O'zbekistonga xizmat qilsin, katta yigit bo'lib. Nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlarga yetsin. Onajonimga rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va qarindoshlar, hammalarga xush kelibsizlar. Bugun to'yimizni sababchisi Maqsadjon uzoq umr ko'rsin. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin. Allohim katta o'qishlarda o'qib, yurtimizga xizmat qilgan farzandlar bo'lsin. Ota-onalarimizga rahmat, umri uzoq bo'lsin. Keyingi to'ylarimizda ham bosh-qosh bo'lib yursin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.